Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bizning podpischilarimiz, hurmatli o'zbek xalqi. Sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Kuni kecha oxirgi bergan intervyuimda ba'zi bir bildirgan fikrlarimga juda ham bir tanqidiy fikrlar kelibdi. Shunga izoh berib ketmoqchiman. Men kimnidir yoqtirmasam, o'sha narsani men sizlarga aytmoqchimanki, yoqtirmagan odamimni yoqtirmayman deyman. Sabablari bo'ladi. Men o'zimdan o'zim hech kimni yoqtirmay qolmayman. Qolaversa bu meni fikrim. O'zimning fikrimga ega insonman. Haligi ba'zi bir negativlarga o'xshab qo'ymasman. Birov nima desa o'shani ketidan yugurib ketadigan. Bu bo'lib o'tgan gaplarda hammasining o'zining tarixi bor, istoriyasi borki, men o'zim sizlarga chiroyli tushuntirib o'tdim bu narsani. Endi baribir o'qigan odam bilan, ya'ni professional san'atkor bilan deylik, noprofessional san'atkorda farqi bo'ladi. Hatto uni bildirgan fikrida ham, siz bilan gaplashgan gapida ham. Biz kitob o'qidik. Biz 7 yil umrimiz san'at sohasida ketdi. Biz parashyutda osmondan san'atga tushib kelmaganmiz. Qolaversa, men fikrimni har doim aytganman va po faktu etib kelganman shu paytgacha. Prosadan birovni yomon ko'rmaganman hech qachon. Qolaversa, bu meni fikrim-ku, конечно. Kimni yoqtiraman, kimni yoqtirmayman. Qolaversa, sizlar ham misol uchun meni yoqtirishga majburmansizlar. Yo sizlarga yoqqani uchun men u odamni maqtashim yo uni yoqtirishim shart emas deb o'ylayman. Qolaversa, azizlar, bitta narsani yana aytib qo'yaman sizlarga. O'lgan odamni gapirib bo'lmaydi deysizlar. Unda tarix qatdan yaraladi. Mana fikr qilinglar, mana ozgina miyada logika bo'lsa, o'ylaysizlar. Amir Temur o'lib ketgan davrlar bor. Nimaga biz haligacha kitobini o'qiymiz, haligacha uning tarixi bilan shug'ullanamiz. Qanchadan qancha odamlar o'lib tarixda, kitobda qolgan. Agar biz uni yaxshi, yomon taraflarini agar gapirmasak, boshqa qilmasak, tarix qatdan yaralardi. Siz o'tgan tarixingizni qatdan bilardingiz, misol uchun. Bu bugungi kunning tarixi. Mana eng qizig'ini aytay sizlarga. Qolaversa, meni fikrimni buzmoqchi bo'lib, yo bo'lmasam menga bir ikkita qarg'a, yo bo'lmasam haligi negativ yozganingiz bilan men bitta shiorga amal qilaman. Kulganlarga kulib yashayman, qo'yganlarga qo'yib yashayman. To'g'risi, o'shaning uchun menga sizlar o'zingizlarning fikringlarni o'tkazishga harakat qilmanglar. O'sha Jaloliddin bo'lsin, yo bo'lmasam boshqa aytilgan san'atkorlar bo'lsin, hammasi gapiga yarashasiga javobini berganmiz. Endi Obid akaga keladigan bo'lsak, to'g'ri o'lgan odam deyapsizlar, boshqa deyapsizlar. Lekin men u paytda kichkina bolacha bo'lganman. Kichkina bolacha, hali san'atda ham ostonasiga qadam qo'ymagan bolacha bo'lganman. O'sha paytda internet yo'q edi. Kimga borib aytishim kerak edi? Axborotga chiqib intervyu berishim kerak edi. Yo bo'lmasa sayyohlik eshigini taqillatib borishim kerak edi. O'sha paytda populyarniy bo'lgan bitta shu sayt bo'lgan, sayyohlikka. Qanaqa nima qilishim kerak edi? Aytinglarchi, agar o'sha inson kibrni otiga meni o'sha paytda cho'qqisiga chiqib turib, mashinaqa qilib, yosh bolachani nima gunohi bor edi? Biz ham o'sha san'atkorga havas qilganmiz. O'sha katta ustoz san'atkorlarga havas qilib san'atga qadam qo'yganmiz. Ular bosgan yo'lda yurishni orzu qilganmiz. Ular erishgan mashhurlikka havas qilib biz boshlaganmiz. Lekin yosh bolani qalbidagi olov bo'lib turgan o'tda puf etib o'chirib qo'ygandan keyin u narsa yosh bolani mana shu yerda menda qolib ketgan shu narsa. Siz aytishingiz mumkin, juda haligi ko'p gap gapirar ekansiz. Ishoning, hayot meni shunaqa jistoka qilib qo'ygan. Men hech qachon oldin bu darajada kimlargadir fikrimni ayta olmagandirman. Lekin Xudoga shukr, Alloh meni haq aziz qilib qo'ygan insonni odamlar, negativlar prosta yakson qila olmaydi hech qachon. Hammamizni mana shu taqdiri azalimiz bor, peshonamizga yozilgan mana shu taqdiri azal bilan yashab o'tyapmiz. O'g'rini ham rizqi bor, fohishani ham rizqi bor. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Siz yashayotgan davrda men ham yashayapman, siz olayotgan nafasni men ham olyapman shu yurtdan. Demakki, sizni qanchalik haq huquqingiz bo'lsa, meni ham shunchalik haq huquqim bor. Meni fikrimni hech kim o'zgartira olmaydi. Men o'sha fikrimda qolganman. Demakki, mana shu yerda meni ham fikrim kimgadir qiziq ekanki, eshitishyapti. Meni 35 million xalq eshitish kerak degan majburiy haligi anaqa yo'q, tizim yo'q. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun hurmatli muxlislarimiz, qadrdonlarimiz,
Men o'zimning fikrimga ega insonman. Siz qoraga qarab turib oq desangiz, men yugurib borib oq ekan demayman. Millionta odam qo'l ko'tarib tursin, bitta men mana shunday qilib turishim mumkin. Misol uchun kimnidir yoqlash kerak bo'ladigan bo'lsa, yo'q, men o'zimning fikrimga ega insonman. Va bu fikrimdan hech qachon afsus qilmayman, qilmaganman. Xudo xolasa bundan keyin ham unaqa bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsani aytmoqchimanki, sizlarga yig'ishtiringlar negativ qilishni, boshqa qilishni. Men o'zimning gaplarimni aytaman. Bu oldin ham aytganman, keyin ham aytaman. U qaysidir san'atkor xalq artisti ekan, kimdir ustoz san'atkor ekan deb men oyoq tagida poytava bo'lishni o'zimga pozvolyat qilmayman. Qaysidir lagan bardor 6 ko'r shestyorkalar qilishi mumkin bunaqa ishni. Men qilmayman u narsani. Men o'zimning fikrimni aytaman har doim. Peshonamga miltiq tarasa ham borib aytaman o'sha gapni. Bir boshqa bir o'lim. Hech qachon hech narsadan qo'rqmaganman, qo'rqmayman. Xudo xolasa Alloh menga shu paytgacha kuch berdi, shu paytgacha menga yo'l berdi. Undan keyin ham Xudo xolasa o'sha yo'limda davom etaman. Va sizlar uchun xizmat qilib kelganman. Meni xizmatim har doim eng aligi nima deydi? Xalqona san'atkori men o'zim bo'lsam kerak. 10 tadan 9 tani ichida bittasi yo 10 tani ichida bittasi men bo'lsam kerak. Chunki men har doim xalqqa yuki bilan hisoblashganman. Hech qachon og'zimni to'ldirib olib 10 ta barmoqni tiqib turib, "Men shuncha bersang boraman" demaganman. Har doim bozordek savdolashib, uni ham ot bilan tuya bo'lmasin, bunga ham og'ir yengil siq bilan kabob kuymasin deb qilinganman. Har doim o'sha borib, o'sha xizmatim, boyda to'yda qanday xizmat qilgan bo'lsam, kambag'alni ham to'yiga shundoq borib xizmat qilganman va qilaman. Bundan faxrlanaman. Menga qanaqadir unvon yo nimadir balki kerak emas, balki o'ylab ko'ringlarchi, balki haqiqiy unvonni xalq berib bo'lgandir. Kim aniqda o'sha fonogrammani ishlatib million dollar olayotgan san'atkorlar ham bor. Oddiy xizmat qilib turib, oddiylarcha borib turib qo'limiz ko'ksimizga qo'yib, eng chekka, eng aliga chekka joydagi qishloqlarga ham borib qo'limiz ko'ksimizga qo'yib xizmatimiz qilib kelganmiz. Qilamiz bundan keyin ham xalqimiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.